vatanim, O'zbekistonim. Mustaqillikning 35 yillik munosabati bilan Yaratganga shukronalar aytamiz. Bugun yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz farovon hayot sari dadil odimlamoqda. Hayot sari yurar ekanmiz. Bugun biz qandaydir qalbimizda chuqur nafas olib, tinchlikni his etmoqdamiz. Erkin va ozod vatan bag'rida ekanligimizni yana bir bor his etib, yosh avlodga mana shu axborot kutubxona markazida tumanimiz ahliga xizmat qilib kelyapmiz. Kelajak avlodni komil inson qilib yaratishimizda biz kutubxonachilarning ham o'rni bor deb o'ylayman, hamda biz ziyokorlar uchun ulkan baxtdir. Men shu yerda Shamsi Odilning ushbu misralarini keltirmoqchiman. Kattaqo'rg'onlik shoir Kattaqo'rg'on tumanimizni shunchalar madh etganini bir tinglab ko'ring azizlar. Yurak qo'rim qasidamda sharaf shoningni maqtayman, o'zimning yot baxtangni javohir sandig'udirsan, xazinang madhini aytaymi, go'zalsan shakarkon Oltiniston Kattaqo'rg'onim. Mustaqillik bizga o'z taqdirimizni o'zimiz belgilashni, milliy qadriyatlarimizni, ayniqsa kutubxonalardagi kitoblarni asrab avaylashni, ona tilimiz, urf-odatlarimiz va boy ma'naviy merosimizni rivojlantirish imkonini berdi. Shu ne'matlar uchun cheksiz shukronalar aytamiz. Yurtimiz tinchligi, xalqimiz birdamligi va farovonligi bardavom bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. O'zbekistonimizning yangi O'zbekiston nomi abadiy qolsin. O'zbekistonimiz yanada rivoj topsin. Hurmatli yurtboshimizning boshlari omon bo'lsinlar. O'zbekistonimiz yanada rivojlanaversin. Mustaqilligimizning 35 yilligi xalqimizga hamda Kattaqo'rg'on tuman ahliga muborak bo'lsin.